Assalomu alaykum, hurmatli brifing qatnashchilari. Bugungi ma'ruzam Oltinsoy tumanida olib borilayotgan qurilish ishlari faoliyatini 2025-yil yakunlari hamda 2026-yil rejalar haqida bo'ladi. Shu o'rinda aytish joizki, prezidentimiz tomonidan mana shu qurilish sohasida juda katta e'tibor qaratilib, shu ijtimoiy soha obyektlari, ichki yo'llar, ichimlik suvi sohalarida elektr liniyalari sohalarda katta mablag'lar ajratilyapti. Shu bilan birga mana shu Oltinsoy tumanida ham 25-yilda barcha dasturlar doirasida ajratilgan jami mablag'imiz 86 milliard so'm mablag'lar hisobidan 87 ta obyektda 100 dan ortiq pudratchilar tomonidan qurilish ta'minlashlari olib borildi. Misol uchun, investitsiya dasturi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-dekabrdagi 2025-yil 27-yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 454-sonli qarori asosida tumanda 7 ta obyektda, shundan 3 ta umumta'lim maktablari, 2 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti va 2 ta irrigatsiya tarmoqlari va inshootlari qurish ishlari amalga oshirildi. Xususan, Zardoqul mahallasidagi 35-sonli, To'xtamish mahallasidagi 42-sonli maktabni Qoratosh qishlog'ida 120 o'rinli filial binosi qurildi hamda Qumpaykal mahallasida 2-sonli umumta'lim maktabi binosida mukammal ta'mirlashlar amalga oshirildi. Mazkur qaror asosida 2 ta mahallada Qidirsha mahallasidagi 12-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida hamda Gulchechak mahallasidagi 5-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida binolari rekonstruksiya qilindi. Mazkur ishlarni amalga oshirish uchun respublika byudjeti mablag'lari hisobidan 13 milliard 700 million so'm mablag' sarflandi. Shuningdek, ushbu qaror asosida ajratilgan 8 milliard 600 million so'm mablag'lar hisobidan Xo'jayipak tumanlararo suv ishlab chiqarish va tarqatish inshootlariga energiya tejamkor nasoslar o'rnatilib, magistral suv tarmoqlari 3 kilometr yaroqsiz qismlari rekonstruksiya qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 23-sentyabrdagi kambag'allikdan farovonlik sari dasturida amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatda chora-tadbirlar to'g'risidagi PQ 330-sonli qarori asosida 2025-yilda maxsus qaror bo'yicha 5 ta og'ir mahallalarda Karsagan, Chinor, Barkamol Avlod, Shoxcha va Tog'aymurod mahallalarida 9,5 milliard mablag'lar hisobidan 5 ta nasos agregatlari 13 kilometr suv tarmog'i tortilib, ushbu mahallalarning tomorqa yerlarini sug'orish tizimi yaxshilandi. Ushbu qaror asosida 5 ta mahallada 27,4 kilometr elektr tarmoqlarini qurish, 4 dona transformator punktlarini o'rnatish ishlari amalga oshirildi. Shundan Barkamol Avlod mahallasida 7 kilometr tarmoq tortilib, 1 dona transformator o'rnatildi. Shoxcha mahallasida 10 kilovatlik 7,5 kilometr tarmoq tortish va 1 dona transformator o'rnatish. Karsagan mahallasida 3,6 kilometr masofada 0,4 kilovatli tarmoq tortish, 1 dona 250 kilovatlik transformator o'rnatish, 100 dona tayanchlar o'rnatishlar to'liq yakunlandi. Chinor mahallasida 1 dona 250 kilovatlik transformator o'rnatish va 2-3 kilometr tarmoq tortish, Tog'aymurod mahallasida 7 kilometr tarmoq tortish ishlari va 200 dona tayanch ustunlar o'rnatishlari bajarildi. Shu bilan bir qator tashabbusli byudjet loyihalarining 2024-25-yil birinchi mavsumida ko'ra 15 milliard so'mlik 10 ta loyihalar g'olib deb topildi. Tashabbusli byudjet jamg'armasi mablag'lari hisobidan ajratilgan 12 milliard so'm mablag'lar hisobidan 24,2 kilometr ichki yo'llar ta'mirlandi. Bitta mahallada 1 milliard 500 million so'm mablag'lar hisobidan drenaj va oqova suv ta'minotini yaxshilash, bitta mahallada 1 milliard 500 million so'm hisobidan elektr ta'minotini yaxshilash yo'nalishidagi loyihalar amalga oshirildi. Misol uchun, Sayrak mahallasida 2025-yil birinchi mavsumda Toshkent, Istiqlol, Obod va Bo'ston ko'chalarining 4 kilometr qismi, Qoratepa mahallasida Mehnatobod, Chorbog' va Hosildor ko'chalarining 3 kilometr qismi, Mingchinor mahallasida Mingchinor, Anorzor, O'zbekiston va Barkamol Avlod ko'chalarining 2 kilometr ichki ko'chalarga asfalt qoplama yotqizish ishlari amalga oshirildi. Shuningdek, 2025-yilda tashabbusli byudjet dasturining birinchi mavsumi doirasida Jobi mahallasiga qo'shimcha 2 dona transformator o'rnatish hamda barcha ko'chalardagi simyog'ochlarini beton ustunlarga almashtirish, yopiq kabellar tortish ishlari amalga oshirildi. Tashabbusli byudjet loyihasining ikkinchi mavsumida 12 milliard so'mlik 11 ta loyihalar g'olib deb topildi. Xususan 7 ta obyekt bo'yicha mahallalarda ichki yo'llarda ta'mirlash, 2 ta obyektda
tibbiyot birlashmasi va 17-sonli maktabni moddiy texnik bazasini rivojlantirish, bitta obyektda avtomobillarda o'quv mashqlarini bajarish maydonchasi yangidan qurish, bitta mahallada elektr ta'minotini yaxshilash yo'nalishlarida loyihalar, mablag'lar ajratilishiga erishildi. Bugungi kunda 7 ta mahallada jami 28 kilometr ichki yo'llarga asfalt qoplama yotqizishlari to'liq yakunlandi. Shuningdek, avtomobil yo'llarini ta'mirlash ishlarida Oltinsoy tumanida jami 1029 kilometr uzunlikdagi avtomobil yo'llari mavjud bo'lib, shundan 189 kilometri davlat va mahalliy ahamiyatdagi yo'llar va 840 kilometri mahalliy hokimliklar balansida bo'lgan mintaqaviy ichki xo'jalik yo'llari hisoblanadi. Umumiy foydalanuvchi avtomobil yo'llarida 2025-yilda 1,5 milliard so'mlik mablag' ajratilib, mahalliy yo'llari asfaltlashlari olib borildi. Shuningdek, mahalliy ahamiyatdagi 4K614 madaniyat qorli Xo'jayo'pak avtomobil yo'llarida 410 metr masofada qirg'oqni himoyalash ishlari, 90 metr masofada latok rot qurish ishlari bajarildi. Ushbu mahalliy ahamiyatdagi 4K614 madaniyat qorli Xo'jayo'pak avtomobil yo'lining 9-15 kilometr oralig'ida 2025-yil uchun tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf qilish bo'yicha 208 million so'mlik ishlar bajarildi. Davlat ahamiyatidagi avtomobil yo'llarida 2025-yil davomida jami 969 million so'mlik, mahalliy ahamiyatdagi avtomobil yo'llarida 3 milliard 622 million so'mlik saqlash va nuqsonlarni bartaraf ishlar bajarildi. Ichki xo'jalik yo'llarida tumanimizda jami 840 kilometr ichki xo'jalik yo'llari mavjud bo'lib, shundan 2025-yil mobaynida 134 kilometr ta'mirlashlar amalga oshirildi. Shundan 89 kilometr asfaltlash ishlari hamda 55 kilometr shag'allantirish ishlari amalga oshirildi. Bundan tashqari 2025-yilda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 11-oktyabrdagi 665-sonli qarori asosida ajratilgan 5 milliard so'm mablag'lar hisobidan tumandagi 6 ta mahallani 26 kilometr ichki xo'jalik yo'llarida asfalt qoplama yotqizishlari amalga oshirildi. 2025-yilda Vazirlar Mahkamasining 665-sonli qarori asosida tuman obodonlash boshqarmasi tomonidan ishlar bajarildi. 2025-yil davomida barcha manbalar hisobidan jami 134 kilometrlik, shundan 89 kilometr uzunlikda ichki yo'llar asfalt qoplama yotqizish va 55 kilometr uzunlikda ichki yo'llarni shag'allantirishlar bajarildi. 2025-yilda tumanda Bo'ston mahallasi hududidan bitta 5 qavatlik 30 xonadonlik turar joy binolari qurilib, foydalanishga topshirildi. 2026-yilda bajarilishi rejalashtirilgan ishlar haqida to'xtalib o'taman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 27-dekabrdagi 2026-28-yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 393-sonli qarori asosida tumanda 8 ta ijtimoiy soha obyektlarida, shundan 5 ta maktab, 2 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti va tibbiyot birlashmasiga qarashli yuqumli kasalliklar shifoxonasini ta'mirlashlari uchun mablag'lar ajratilgan. Tumandagi Shoxcha mahallasida yangidan 330 o'rinli yangi maktab binosi va 12 ga 24 sport zal qurilishi, Olmazor mahallasida 23-sonli maktabni 330 o'rinli, Ovchi mahallasida 26-sonli maktabni 270 o'rinli va Tog'aymurod mahallasini 40-sonli maktabni 690 o'rinli binolari rekonstruksiya qilish rejalashtirilgan. Shuningdek, tumandagi Mustaqillikning 10 yilligi mahallasida 13-sonli maktabni 940 o'rinli, Dug'oba mahallasida 7-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotini 90 o'rinli, Obod Baxshivor mahallasida 19-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotining 90 o'rinli binolari rekonstruksiya qilish belgilangan bo'lib, bugungi kunda loyiha smeta hujjatlari tayyorlanib, shaffofga biriktirildi. Bundan tashqari 2026-yilda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 11-oktyabrdagi 665-sonli qarori asosida ajratilgan 4 milliard 400 million so'm mablag'lar hisobidan 16 ta mahallalarning 20 kilometr ichki xo'jalik yo'llarini asfaltlash ishlari bajarilishi rejalashtirildi. Bugungi kunda mazkur qaror asosida Gulchechak mahallasida 1,5 kilometr, Qiziltepa mahallasida 840 metr, Qidirsho mahallasida 1067 metr ichki yo'llar asfalt qoplama yotqizishlari amalga oshirildi. Shuningdek, 2026-yilda Oltinsoy tumani hududida 3 ta ko'p qavatli turar joy binolari qurilishi rejalashtirildi. Jumladan tumanning Bo'ston mahallasi hududidan bitta 5 qavatli 30 xonadonli turar joy
hamda bitta 7 qavatlik 56 xonadonli turar joy binolari hamda Humo Pardoz Invest xususiy korxonasi tomonidan Oqarbuloq mahallasi hududidan 7 qavatli ko'p qavatli uylar qurilishi rejalashtirildi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.